Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun sotuvda Tracker avtomobili, Tracker 1 2018 ideal holatda kraskalari top-toza, mashinamiz umuman ishi yo'q. Metan gazlar qo'yilgan, yumshoq balonlar taqilgan. Mashinamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana salon ko'rinishlari. Mashinamiz full, probeglari 146 ming yurgan. Avtomatik korobka, metan gazlari bor 18. Mashinamiz naqd yo'q, avtokreditga ham beriladi, o'rtoqlar. Mashinamiz tan narxi 10.600, bosh to'lovlari $600 bilan ham chiqibdi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin. Mana metan gazlar qo'yilgan. Mashinamizda umuman ish xarajatlari yo'q. Kraskalar toza, o'zlari uchun bemalol proverka qildirib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Keyingi avtomobilimiz Damas avtomobili 25 pachka. Mashinamiz benzinda, mana gaz qo'yilmagan, hali yangi yumshoq balonlarda. Mashinamiz 25 mart oyida chiqqan, 2 oy bo'ldi chiqqaniga. Mashinamiz tan narxi 7,5 ming so'ralyapti, bosh to'lovlari 1,5 ming bilan chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Telefon nomerlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga. Mashinamiz mana ikoyam pullari yengil narxlari. Manzilimiz Prospekt, Almas Cafe ro'parasida ofisimiz.